Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu yerga ikkita rom, ikkita eshik va bitta katta eshik o'rnatganmiz. Ekopen alyumin profilga karishniga qilib berdik. Yo'lovchilar zo'r. Doimgidek balkon ruchkalar, kalitlar 3 ta kraft zamonaviy qo'yganmiz. Talar atrofga oynalar, bir qavat yo'l oyna. Eshigimiz tashqariga ochiladi. Bu eshigimiz razmeri eniga 3 metr, bo'yi 2.70. Bu yerda ikki ko'zli romi. Romani eni 1.25, bo'yi 1.50. Bu yerda ikki qanotli eshigi bor. Hammasini oynaga bir qavatdan bo'lgan yo'l oyna. Ekopen profilimiz ham juda chiroyli holda chiqyapti. Bu tarafda 3 ko'zli rom bor. 1.40 1.55. Bu rom bilan bu romda razmeri 2 xil. Bo'yida juda ham chiroyli chiqdi. Shu yerimizni jami summasi 10 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunday aktiv eshiklar kerak bo'lgan bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar.